Bismillahirrohmanirrohim. Robbishroh li sadri va yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. O'qi, ya'ni Qur'oni Karimda Alaq surasi keltirilgan, undagi birinchi so'z iqro, ya'ni o'qi degan ma'noni bildiradi. Demak, bu yerda Alloh taolo bizni ilmga targ'ib qilyapti, ya'ni ilm olishimiz kerak, ko'p o'qishimiz kerak. Shuning uchun hozirgi paytda taraqqiyot uchun ilm olish juda ham muhim va har bir inson, har bir musulmon o'qishi kerak, ilm olishi kerak. Ya'ni bu narsa bitta ikkita kitobni o'qish bilan ham bo'lmaydi. Juda ko'p o'qishimiz kerak va harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun hozirgi davr aynan o'qish davri. Ya'ni yoshlar hozir tinmasdan o'qishi kerak. Kelajakda biror kasbga ega bo'lmoqchi bo'lsa, hozir ayni fursat. Bir ishni boshladimi, oxirigacha yetkazishi shart. O'qish kerak. Shuning uchun men motivatsiya sifatida yoshlarga shuni aytmoqchiman. Hech qachon taslim bo'lmanglar. O'qinglar, ilm olinglar, doimo olg'a intilinglar. Mamlakatimizni rivojlantiringlar.